Assalomu alaykum aziz do'stlar, qarindoshlar. Jon Ajam ovoz bilan Uyg'ur Yevropa ansambli san'atkorlar qandoq xush keldinglar. Men Mo'minjon Rahmonjon Ajam, qisqartirib Jon Ajam deb qolaman. Balkim o'ylab qolgan bo'lishlari mumkin. Bu bolaning bugünkidek kunda ekran oldida nima uchun qaysi sabab bilan chiqib qolgan bo'lishi kerak deb tushunib o'tay. Hammamizning bilgandek 2019-yili sınavlıqı 2019-13 yılda koronavirus bütün dünyadaki insanlarımızga nəhayət çoğun ziyan yetkizdi. Siyaset, iqtisad, fəaliyyətçilik həmmisi alaşyaltıga hatta toxtulğan halda geldi. Bunun bizning bir kichik Uyg'ur Yevropa ansamblimiz ta'sir etdi. Yani 2020-yildagi bizni qo'llagan Uyg'ur Yevropa ansamblini qo'llayotgan qo'llovchilarga ve Uyg'ur muzikasini yaxshi ko'rgan ajnabiy do'stlarimizga yetkazmoqchi bo'lgan bu bir yillik programmamiz to'xtatilish majburiyatiga qolib qoldik. Ammo hech yo'q. Biz ustozlar bilan, sinfdoshlar bilan maslahatlashib, biz uyda o'tiribmi qoladigan o'zimizning burchini, kasbimizni, ko'nglimizdan chiqqan yaxshi so'zlarimizni uyda o'tirib yetkazib beradigan bu bir fursatning borligini bilib bitib göz aldığını oturuyordunuz. Bugünküdek hashtag aldığı sürülgen öyde kal, stay home, VM, evde kal. Bu günlerde, bu ağır günlerde dostlarımızın köngül yakıdaki sözler, köngül yakıdaki nakşı müzika, hatta köngül yakıdaki şu sanat kesbide şoğulunatkan ustazlarını, dostlarını sizlerin huzurunlara mehman süpüde çakırıp sunmakçımız. Tecrübem az, hatalıklar yüz beriş gerek. Bunun için sizlerden hazırdan başlayıp geçim sorayım. Gönüller almayı görüşmeni ümit kılma. Hatta bu olsa hürmet kılan asasda düz şaplar sana tıkımı hoş buldunuz. Program başlaştım burun. Bunu başlaştım burun memnun özen ancak sordum. Yani nereden başlaş gerek, kandak, mehmanlık, hayatdan başlayımız, kimden toxtutilimizdir. Ama nəhayət yaxşı bir qoşumçu bo'lgan bir foydali tərəfi bizning Uyg'ur Yevropa ansamblimiz bo'lg'achqa avval ansambldan boshlab ansambldagi ustozlarni, do'stlarni, kasbdoshlarni sizlarning huzurunuzga sunsam, bu men uchun bir tajriba to'plash bo'ldi ekan va bu Uyg'ur Yevropa ansamblimiz uchunmi güzel bir aslama bo'lib qoldi ekan. Shuni buni to'g'ri topdim, o'sha yerdan boshlashni qaror qildim. Programda en avval başlamoqchi bo'lgan mehmonimiz bizga tanish bo'lgan Uyg'ur Yevropa ansamblimizning raisi, ustozimiz, janlaqchimiz Muxtar Abdukerim Jambaz akamiz bo'ladi. Mehmonimiz Muxtar akamizni chaqirishdan burun programının başlangıcı bo'lgan güzel sözler. Yani sizler güzel insan, yani biz bir güzel insan. Bu güzel insanların hak boğundaki güzel sözler var. Şunun için sizlerge avval bugünkü program başlangıcı bugünün hazırının güzel sözü sunmak için ben tağdırımdan var. Yaxşı görürsen onu tutulma. Derdin üzerinde dur, bilmeye batsan. Derman mı yani seni dur, görmeye batsan. Bu çeksiz alemnin içine koydu seni. Sen özelini tehici erzimez böyle his kılatsın. Kol yazma Hazreti Ali ustazımızın. Bence bu sözlerin, bu güzel sözlerin bugünküdek dertlik, müşakkatli günlerde dermanımızdan mı özümüz kendimizi unutup kalmayı her kadar köngülsüzlük, ağır günlerini bir qalamday, yani bir basqıçda biz qilib uni besib o'tishga, xo'shalik o'tishga, pozitiv energiyani atrofimizga insonlarga taqtishga ishni umid qilaman. Qanamisa mehmonimiz Muxtar akamizni bir ekranliq chaqirib boqay. Bo'lsa, hech qana.
Assalomu alaykum Muxtar aka. Qanday ahvol? Yaxshi turamsiz aka? Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Qanday fikir yaxshi mı? Yaxshi aka. Seni ko'rib shunday xush bo'ldim. Bizning nima shunday chiroq chiqibdi Uyg'ur ansamblimizning. Ha, mao bizninki dozinki to'g'ri o'tganda o'yan qo'yganlar. Bir-birdan Yaman san'atkorlar yig'ilib qolgan. Ay ajoyib payt chiqdi. O Kamilkom, Javdat Mirkomil qatorliq mana. Ha aka o'zingchi qanday yaxshi turamsan? Allah'a şükür fikam, selametçilik. Uyda qoldi. Uydami yo aka tishga chiqib oldimmi pat kechib? Uyda kaldık ya fikam, uyda kaldık. Düğünündeki hem de ançımınçı sırtlağımı çıktı. Hem de unda bir katı tutup etmeyendik ya. Ha, böyle çıkıp ançımınçı bir orman var, bir köl var bizim öyle yıkıyarıca. Ha bir şeyse anlatmayamsa aka qandaroq uyda qoldim do'yaki bek qattiq emasmi? Hem de zukam bulab qolgan bo'lsanglar, uyda olib qolsanglar, uyda qilinglar. Hergiz talağa çıkma, işikim kelmanglar. Lekin başqa davlatlarga o'xshash qilmoqda. Bozorlarga chiqib birimiz aytilish bu yerga safar qilishni cheklamadi endi. Lekin jiroq turishni tavsiya qilyapman. Mesela biz başqa shaharlarga ichida berib kelsak, buningga problem yo'q. Do'konlarga birimiz aytib kelyapmiz. Ishimizdan mashinasida. Lekin burunqidek endi shaharlarda qatnash avtobuslarda odam az poyezdlarda atrofda odam biroz ozsindi. Odamlar diqqat qilyapti-ku o'zi. Shu qolmas. Ha Muxtar aka bilgandek bu Uyg'ur Yevropa ansambli san'atkorlar qanini ochdik. Muhim sen bilan Mirkomil bilan maslahatlashib ochilgan bir program bo'ldi. Birinchi mehmoni ustozimiz va raisimiz bo'lgan sen Muxtar aka. Şuna sual, bir neçe sual var. Bunun ilkin o suallar qanday bo'lib bilmayman. Bugün senden aka 3 sual soraydı yazıp aldım. Mush uyda qal mezgilinde aka mush biyan mesela. Nima ishlar qilyapsa, qanday o'tyapsa, shuni bir anlatib bersan. Böyle sualni so'radim ukamdan, yaxshi savoldan birinchi so'radim. Men burun şu müzik işlerinden şug'ullandim. Bitta texmi yaxshi o'rganib deb qo'limdan kelishcha harakat qildim. Xalq naqshlarini, muqomlarni o'rgandim. Lekin shu o'rganish mezgilida faqat quloq tayiniblam anglash, sezgi a'zolarga tayiniblam qilib ekanmiz. Buni hamda unda qilgandimi bo'ladi ekan, lekin endi bu bir kasbiy, undaq bir muzikant tarafga taraqqiy qilish uchun bu nota nazariyasini bilmasa bo'lmaydi ekan-ku. Shu notani shu burun toza o'rganib qolmabdi ekanman. Ancha-muncha mandaq anglab, andakin mandakin deb mana yuzaki biladi hamda, lekin mana tafsiliy toza nima qilmagan. Hamda bu yaqinda shu o'zining xabaring bo'lgandek mana duttaning butun şu perdelerge hazır 22 perdenin hemmisideki 2 oktavının hemmisige şu 7 notunu qayerda la varken, qarayda re varken degan şu not oralarda tep çıktım. Ana şu kögünündek tutanın bütün şu notasının hem yerde 7 ahang bağımdı. Bunu üzem düşünüp hem de şunu tep çıktım, oralarını tep çıktım. Bunda o vaxtıda bu texmi yaxshi mesela keyin bir ders ötümü deb tutta dersi degan planlar var. Şuningmi bunun çoğ ahamiyeti var ekan bu notalarni o'rganishning ahamiyeti. Andikin bizning bu şu milliy sazlarimizni o'rgatadigan notalar, kitoblar nəhayət az ekan-da. Şuna bar ihtimallıqdan foydalanib şu YouTube'daki ustozimiz Musajar Ro'zi qoldirib qo'ygan videolar ham ba'zi nəhayət az tepiladigan
şu materiallardan paydalanıp şu Türk muzikantlarning YouTube qo'yib qo'ygan şu filmlarni anglab şu bir oyni yoqqa vaqtim chiqsam shu notini o'rganib hali ham emas hozir hali bir seviyaga yetib qoldim endi hali bir savodim chiqib qoldi desam bo'ladi. Lekin yana davomli yetersizliklar bilan o'rganyaptim. Asosiy emas ekan bu. Unda olsaka bizga bir xo'sh xabarki bu dudda o'rganmoqchi bo'lgan har bir o'g'il bola yoki qiz Uyg'ur o'g'il qizlarga Xudoyim bersa sen ustoz bo'lishibdi mana bir kanal açsam bizmi bununla erişimiz elbette ama bu gapinga qaraganda bu Brian og'zi dudda o'rgandimda uy ishlariga hadimiz qolibdi-da. Uy ishlariga jiq nima qilamidik? Ma yengam o'zi qo'li chaqqan. Bu ishlarni qilib olsin, o'rganish qilib olsin deb nurg'un ishlarni qulalashtirdi. Men o'zimmi ancha-muncha halqa ma'o tamoq ustemasmi xabarim polo va sho'rpa degandek bunday cho'ng tamoq o'zim qilib yetibamdi. Ularma poloni hayot yaxshi ko'rmay o'zim. Unda ishlarni qildik hamda uyda bo'lgandiki hamda. Qilanglar debmisin. Valla o'g'limga tabi ketdim. Ikki payt chalalaydi hozir. Ay, bektatliq. Valla patsni ikki paytda buni o'rgatdim. Bu chaladi. O'zining skriptasi bor, uni berib kelotdi. Qizim, ikkinchi qizim u piano darsi bor, uni internetda to'rt o'tayotdi. Uni ancha-muncha o'g'limni yenib turib, o'g'limni anglab riyosatchilik qilib o'qiyapmiz. Demek hayatımız bir dakika ketyapti-da. Sırtlarga chiqib aylanib kirdik. Keyin mushlardan bular aldirash qilib vaqtni bekor o'tkazmadim qo'yish. Chiqib pozitiv degin aka. Pozitiv. Vaqt yetmayapti-da qisqasi. Endi ikkinchi savol aka. Tavsiya qiladigan mush ko'rayotgan sizlarning ustozi bo'lgan muhtaram. Sizning tavsiya qiladigan yoki o'qiyotgan kitobing bo'lamdi, yoki ko'rayotgan kinolaring şu vaqt topgan vaqtlarında bo'lsa bizga bir desam biz onu bir şeyde yapqasak mushkullarda o'ylab qolib Tamam. Ma ikkinchi gapingning javobini desam tavsiya qiladigan ish men shu bir oydan ko'proq, 2 oydan ko'proq vaqt mezgilining ichida insonning hayotida intayin muhim bo'lgan biz ancha farqqa bormagan bir narsani his qildim. Bu nima ekan desam, bir Allohning yaratgan bandasi, Allohning quli biz quliga bir qullar biz. Mushu biz nafaslanayotgan havo, ichayotgan suv sirtiga chiqib sog' salomat holda menib aylangan vaqtidagi dal-daraxtlarning yo'pirmoqlari, gul-giyolar, qushlarning sayrishi mushundaq bir manzarlarni tenning salomat bo'lgan holatida huzurlanishning o'zi hech qanday bir g'am g'ussi bo'lmagan avalas bir yerlar og'rimagan sog' salomat bo'lgan avalasda mushundaq bir holat insonga eng cho'ng huzur halovat bag'ishlaydigan bak muhim ish ekan deb qoldim. Demak qisqarsam salomat bo'lishda endi odam salomat bo'lmagan vaqtda hech qanday bir ishdan so'z etish mumkin bo'lmaydi. Shunga Allohga shukrlar olsun. Salomat yaxshi turibmiz hammalar. Tavsiyam boshqa qarindoshlarnimi hayotning qimmatini bilish. Alloh taolo yaratib bergan shu imtihon bo'lgan shu dunyoda, olamda har bir soatning, har bir minut, sekundning hatta kunning qadriga yetib shu kunlarda ahamiyat bir ishlarni shug'ullanishni tavsiya qilaman. Rahmat muhtaka. Bu tavsiyamni cho'qim men shunday qilaman. Üçüncü savolim aka. Bu savolni biraz nima? Sening ko'nglingda aka hayotingda hozirgacha falan ishni yoki falan muzikani falan yerda har qanday bir ishni qilmay, shuni bir qilsam bo'pti deydigan ishing bormi hayotingda aka? Vay bo'lmamdigan. Men xabarim var. Pezvat naysida
yezisida cho'ng bo'lgan, shu yerda tug'ilib o'sgan, kengri yezi yo'llarida shu xohlagancha naqsh to'lab mansam, mush avam xalq anglab olqishlar yangrtib ketdi kichik vaqtlarimda, 7-8 yoshlar vaqtlarimda. To'liq o'ttirlarda o'qidik, uyadim ravabchilik naqsh etib saboqdoshlar bilan shundoq shalxuram bir o'qish hayotini o'tkazdik to'liq o'ttirni. Ondan keyin Alloh nasib qilib 1987-yili Beijing Markaziy Millatlar Universitetiga o'qishga bordim. Shu vaqtning o'zida bizning Uyg'ur xalqining dutar shoir, kompozitor Abdurahimid ustoz shu millatlar uni naqshul ansamblida ishlayotgan vaqt ekan. Shu vaqtlar tunishib, aqq bo'ldik, do'st birodar bo'ldik, ustoz shogird bo'ldik keyincha. Bunday bir munosabatlar bo'lib 1993-yilgacha Toshkentda bir faoliyatlarda, jiq ishlarda birga bo'ldik. Shu oltindek bir mezgilning o'zida men shundoq ataqliq sazandilar, naqshchilar, millatlar ansamblida nəhayət ataqliq sazandilar, naqshchilar, muzikantlar 2 yildan bizning vatandan kelib, o'sha 2 yil turib qaytib ketadigan, ham o'sha uzun turib ishlaydigan shunday san'atkorlarni yenib turib, mush muzika nazariyasi, mush muqomlarimizni, xalq naqshlarimizni texmi yaxshi shu ashlardan o'rganib, bekrak o'rganish vaqtimni ashtirib, bekrak kuch chiqarmabdimi deb bir asirtim bor. Yaxshi o'rganmabdimi shu vaqtlarda deydilar. Hem de vakti keyin qaytığınamaydı afkamda. Yani inşallah yani davamlı tende selamet olsa inşallah kelgüsü de yana. Bu boşluklarını tolduruşka işencim var. Şu adamda işte bir hasret olsa, kelgüsüdeki bir boşluk çıksa, bir fırsat çıksa, onu kaçırıp koyması tıkımbek küçük kurda böyleymek. Şunu bu belki sana tıkım yakşı. Bir kuş bulup qala. Üç soru sorattım aka. Andan keyin bu programımız tugishdan burun ko'nglimga yoqqan yoki o'zing yaxshi ko'rgan so'z bilan o'zing qolgan muzika yoki naqsh bilan shulardan birini o'g'irlab bagash tugishni qalayman. Ammo tugishdan burun aka, aqlingda shunday chiroyli Uyg'ur muzika hisoblari borki, o'zi bir tushuntirib qo'ysang bizmi? Bo'ldi. Ana mavi bizningki uyan qo'ygan vaqtidagi Uyg'ur Yevropa ansamblimizning lozungisi endi bu butun shu ustozlardan tortib mana hammalarning rasmlari bor. Kamil Abbas ustoz, mana Tahir qatorliqda bir-birlab elivitaydi. Güzel. Mömince ufkimiz ovoz shinib sen qor kiyim bilan tug'allig'ingiz uchun azroq qor chiqadi kelsa. Mavut sazlar endi shu Türk qarindoshlarimizning bog'limiz sözde ikkisi bor. Birisi uzun, birisi qisqasi. Tembur Qashqarov, andiki ma Ruslarning balalayka degan so'zi bor. Andiki ma O'zbek rapi deymiz, u rapim bor. Darbuka deydigan qapoqning yanında. Qapoqning pezvatni egagan qapoq al. Chiroyli qapoq keldi. Dop kiyibdi hozir. Tamam. Shundoq bir bulon var endi bu Uyg'ur madaniyat buloni deb atsak bo'ladi endi. Shundoq. Alloh xohlasa Uyg'ur madaniyat buloniga bizim boramiz aka. İnşallah. Mushu tarafdan o'tib qolsang marhamat. Allah xohlasa mushu 2019 boshlangan virus bir to'xtasa cho'qim bir bormi aka. Hamza aka bir o'rlaydigan yoki ko'nglingdagidek qildigan so'zingni yoki umringni bir desam, shuning bilan qo'shilsak aka. Bugungi programmamiz bu. Ko'nglimdagi gapni desam, ko'nglimdagi gaplar bakjaq, ammo vaqt munosabati bilan uzun qilib ketmasin. Birinchi qatim programmada pek uzun gap qilib tomoshabinlarni, ko'rguvchilarni zeriktirib o'tmaydi endi. İnşallah yaxshi bir ishga qo'papsa aka. Bu
muşu diaspora deymiz endi. Diasporada sen takmış sanatkarlarni muşunaq intervyu qilib, ekran chiqarishda mana birinchi bismillah deb sen boshlading endi. Birinchi yaratgan Allah'ın işlerini oңuş tileyman. Yaxşı niyet bilen, yaxşı bir plan bilen kıygan iş inşallah yaxşı bir neticeden ahırlaşıdır hem davamlaşıdır. İşlerin oңuşluk olsun. Ondan keyin Uyghur Avrupa ansamblimizdeki barlık sanatkarlarını bana oxşaşmışlar bir intervyu kılsam deydigan ümidim var. Hatta bular tükkendeki yani dünyanın başka yerlerde biz tunuğan hem tunu bulanmagan yani kömülüp kalgan nurgun sazendiler nakşılar var ki. Şularını kazıp çıkıp tepipçi alaklaşır. Şularını mı? Şu diasporadaki Uygur cemaatine, Uygur topluluğa sen şu ekran arkalık tunuştursan deydiğen bir arzuyum var hem de hazırca. Ondan keyin bu arzuyumdan keyin hem de gepnimice tükettim bir tutta çalıngan bir nakşçı buluş salahiyetim bilen halk nakşçılardan bir halk nakşçını biz sizlerge uğurlap bireyik ahırda. Şunlarındaki programını ahırlaştırılı eğer kalısan. Kuldaka, rahmet müzikanı alayım sen. Assalamu alaikum ekran aldidagi ko'rmanlar. Yusuf Xas Hacib buvimizning ta'lidining 1000 yilligiga bag'ishlangan Miras va Varis nomli naqsha huzuringlarda. Bu naqshaning she'rini Markaziy Millatlar Universitetining muallimi professor doktor Abdurib Qulat Taklimakan yozgan. Koynunda yaşagan köpligen ilim serdari bulanın içinde tulumu yanrak Yusuf Xas Hacib'nin mübarek namı bulanın içinde tulumu yanrak Yusuf Xas Hacib